Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar. Xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlu'nun Bahadır namı namlıq romanının davamıға qulaq sağaysızlar. Күз o'ttiri bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Sharqiy Tangritog' etigiga joylashgan Nom cho'lligidagi chokanda chuchuk bo'ya, yo'lg'un, qo'mishlar, texchilar yeshil liboslarini yechmagan edi. Onda sonda ko'zga chiliqadigan to'g'raqlarning yo'pirmoqlari oltindek jo'lalaydi. Cho'llik quyosh teptida to'nirdek qizib ketgan bo'lib, O'shirmat bo'lqidan yo'lga chiqqan Olachixon Sulton Ahmadxonning otliq sarkarda lashkarlari issiq chidamay yomg'ir tilaydi. Nom cho'lligi degani Nom Oraturk nahiya tavasi. O'shirmat bo'lqi Toshqi Mongoliya tavasida deb izohatda. Lashkarlar O'shirmat bo'lqidan qo'zg'aladigan chaqda to'lum chanashlariga qochilib olgan suvlarni asosan ichib tugatgan edi. Tumanlagan otlarning tuyoqidan ko'tarilgan ochiq chang to'zonlar lashkarlarning og'zi burniga kirib, ussuzligini hassilab oshirib o'tgan edi. Kuz faslining oxirlashiga ergishib, Nom cho'lligidagi daryo yaqinlarning suvlari so'g'ilib qurib ketgan edi. Shundaqdimi, gohi bir kunlik, gohi yarim kunlik doirada chiqi 20-30 tutun, ezi 5-10 tutun aholidan tashkillangan yerim chorvachilik, yerim dehqonchilik bilan tirikchilik qiladigan yurt mahallalar bor edi. Suvni mushu mahallalardan tepiladi. Chunki bu mahallalarda kichikroq bir iqin yoki buloq bo'ladi. Shu topda Sulton Ahmadxon sarkarda lashkarlari bilan Dalayin buloq mahallasiga qosh qaraygacha yetib olishni ko'zlab ketib atadi. Dalayin buloqqa yetib olsa, boydan Oraturkka berishda ancha qiynalib ketmaydi. Chunki bu oraliqda Odoq, Turaq, buloq, Suvchi buloq qatorliq cho'ng-kichik yurt mahallalar bor edi. Lashkarlarni orom oldirishdimi, ussuzligini qondirishdimi qiynalmaydi. Bayatın ismi atalgan yerlerinin hammasi Oraturk nahiyesi tavasdagi yurtlar deb izohatda. Usullikchi bolamlar aliylari. Sulton Ahmadxon nökarbeshi uzatgan chanashqa qo'lini uzdishga tamshilib, yana to'xtab oldi. Ussumidim. Suvni imkon bor tejanglar. Ziyoda chanqab ketgan lashkarlar avval gelini namdi vag'ay. Dedi u qurib gaz bog'lab ketganlarni yalab qo'yib. Nökarbeshi farmonni yetkazish uchun etining beshini darhol orqaga burdi. Shu topda Sulton Ahmadxon qattiq usab ketgan edi. Biroq lashkarlarning tangdan to'lisining chanashlaridagi suvlarni ichib tugatganligi uningga ayon edi. Qeyrishqandek 2 kundan beri havo boshqacha qizib ketdi. Yo'lda biror kichikroq eqin yoki buloq uchirmay yotadi. Lashkarlar ochliqdan emas, ussuzlikdan qiynalib yotadi. Lashkarlar Dalayin buloqqa berib og'ich bardoshlik berasi bo'ladi. Navoda issiq o'tib ketsa, ahvol texmi chatoq bo'ladi. Qalmoqlar bilan qilgan shuncha dahshatli janglarda omon qolib, amdilikda ussuzlikdan qirilib ketarmi? Ey yaratgan qudratli egam, o'zing panohingni saqlag'aysan. Shafaat yomg'irini oyimag'aysan. Shu kunlarda o'z ilkidagi zaminga bostirib kirgan Mong'ollarga g'albalik jazo yurish qilgan Sulton Ahmadxon shiddatli zarbasiga bardoshlik berolmay, taraf-tarafga pitirab ketgan Mong'ol sarkarda lashkarlarini davomli qo'g'lab zarba berishga ro'yi bormay, ishkirlab kirgan Mong'ol dalasidan qaytib kelib atadi. Endi ol qalmoqlarning qayta tashkillanib tasarrufimizga ta'ruz qildikrarda qolmadi. Qayta esini yig'ib kuchayishiga bir necha yil vaqt ketadi. Mong'ol dalasiga lashkar turg'izmay xato qilmagandim-a? Shundoq. Nada lashkar turg'izishim mumkin? Nerede lashkar turg'izishim mumkin? Ol
qalmoqlarning muqim shahar qishloqlari yo'q. Yaylaq, suv qo'g'ilishib ko'chib yuradi. Şoňa lashkar turg'uzish avarchilik. Sultan Ahmadxonning ostidagi nasllik Oratürk ayg'iri xuddi egisining xiyolini bilib qolgandek, Dolayın buloqqa tezroq yetib berish uchun tez tizgin serikdi. Garchi Mo'ng'ullarni to'liq tarmar qilgan bo'lsa-mu, nimishqidu bu jang g'alabasidan Sultan Ahmadxon ancha xushal emasdek qiladi. O'zini turib-turibla yolg'iz, g'ayri pes qiladi. Bundaq vaqtda marhum dadasini, ikki xonish onasini, okisini, egichi singillarini, farzandlarini seg'inib ketadi. Shu topda uning xiyoliga marhum dadasi Sultan Yunusxon kirib olgan edi. Dadasining Toshkentga menish oldida qilgan so'zlari quloq tubida to'xtamay jaranglaydi. Qadrli o'g'lim, Toshkentga darhol yetib bormasam, ikki yeznilari Farg'ona vodisini qonga bo'yaydigan o'xshaydi. Cho'ng yeznilari Sulton Ahmad Mirzo Enis Ömer Sayx Mirzodan Toshkentni tortib olishni yetidan texchi yanmagandek qiladi. Aslida ol og'i Enis Sultonlar sening mening deyishmay, bir-biriga yo'l qo'yib, qarindoshlik mehrini aqdodiga yetkazib, adl adolat bilan saltanat surgan bo'lsa, mo'mi oz to'la aramchilik bo'ladi. Ol ikkisini bir necha qitim yarashtirganmi bo'ldim, lekin faqat kor qilmadi. Ularni yarashtirish uchun eng oxirgi qitim bir urinib ko'ray da'vatimi. İnsanning nafsi, mol dunyo, ziminga faqatla to'ymaydi ekan. Garchi o'lganda oran 2000 dam cho'nliqdagi lahatda yotadiganligini bilib tursa-mu, yanada shuhratparastligi shaytoni nafsi g'olib keladi ekan. Men o'z vaqtida marhum xon tog'lari Esanbuga xon bilan taxt saltanat olishib, jiq yog'liq qilgan ekanman. Aslida insonga lozimligi mol dunyo, zimin, toji taxt emas, haqiqiy qarindoshlik mehri, insof diyonat ekan. Bu haqiqatni mana endi ikki putum go'rga sangilig'ida turganda to'limi kechikib es qildi. Ikki kuyovlim o'ttirsidagi adovat har qitim kuchayganda yuragimni pushaymon hislari tulg'aydi. Agar barliq insonlar o'zaro yo'l qo'yishib, o'zaro hamdam bo'lib, bir-birini afu qilishib, birodarlikni, qarindoshlikni, mehr muhabbatni hammadan a'lo bilib yashagan bo'lsa, butkul zamonda fazilat tiklanib, tinchlik, osoyishlik hukm surgan bo'lar edi. Yaratgan egisiga 100 ming qatli shukrikim, o'g'illari bilan silidan to'limi xotirjamman. Ta bugungacha og'i enishkilari biror qitimmi urush talash qilishmadilar. Birlariga og'liq hurmat, birlariga inilik izzat ko'rsatib, to'limi inoq o'tishdilar. Buningdan keyin qarindoshlik mehrini hammadan a'lo bilib, inoq ejil o'tishdilar. Garchi yoshlari kichik bo'lsa-mu, saltanat, yurttarchilik ishlari obdanla pishib qoldilar. Şoňa ixtiyorligimizdagi ziminlarning bu tarafidagi ishlarni sizlarga xotirjam topshirib yo'lga chiqmoqchi bo'lyapman. Ordadagi cho'ng kichik amirbeklarga, avom ra'iyatga shafqatli bo'lsinlar. O'zlarining cho'nglarni ota, og'i o'rnida hurmat qilsinlar. Adl adolatni har qachon aslaridan chiqarmasinlar. Taxt saltanat, adl adolat, mehr shafqat bilan ro'naq topadi. Ra'iyat zolimdan vabodan qochgandek qochadi va uning yomon nomini, badxuy qabihlikligini dunyoning hamma tarafiga taratadi. Dono odillarning yaxshi fazilatini, adl adolatini doston qilib, avloddan avlodga yetkazadi. Yomonlik, adolatsizlik bilan saltanat surgan hukmdor uzun o'tmay taxt ulini o'z qo'li bilan qo'laydi.
saltanatni zavol topqizadi. Odam navqiralligida jahon ma'ishatlariga osonla erishman bo'lib qoladi. Ma'ishatga qancha erish qilsa, saltanat qonuni shuncha tez izidan chiqadi. Uningdan yomon niyatliklar tezla foydalanib ketadi. Shunga ma'ishat rohatlarga berilmasliklari, mabdum bo'lmasliklari, uni odimiylik fazilat, saltanat qonuni bilan cheklab turishlari kerak. Sultan Ahmad Xon dadasining bu nasihatlarini esiga elib, cho'nqur uftatib qo'ydi. Buning jannat makon padarimning eng oxirgi o'git nasihati bo'lib qoldiganligini o'ylamagan ekanman. Qayta didorlashamaydiganligimizni ko'ngli tuygan bo'g'imidi. Sultan Ahmad Xonning o'pkisi qozondek esilib, ko'zlariga g'il-g'il yosh keldi. Ko'z yeshini chanqig'i sindirib etishga urinib, osmonga qarab oldi. Süp-süzük osmonda bir top yovg'oz qator sap tuzib uchib ketib borardi. Sultan Ahmad Xon dadasining muborak yuzini oxirgi qitim ko'rib ololmaganligi, qo'lini tutib turib rozilashib ololmaganligi, nasihatlarini yana bir qitim anglab ololmaganligi, oxirgi qitim yanada hamroh bo'lib yetib ololmaganligi uchun afsuslanadi. Darhol Toshkentga berib, dadasining tuproq beshini yo'qlashni, tavob qilishni, onasi, akasi, ochillar bilan ko'rishni orzu qiladi. Dadasining o'lim xabarini anglagandan tortib, onasi va qarindoshlarini to'la aslaydigan bo'lib qolgan edi. Turpan taxtigohiga mustaqil posibon bo'lgandan keyin o'ziga qarshi chiqqan orlat, qoluvchi qavmining suiqasd, isyonini besib turib, saltanatni mustahkamlagan bo'lsin, biroq oratörik Boris ko'lini besib olgan Mo'g'ullarning qo'milga qadam-qadam qistab kelishi uning Toshkentga berish yo'lini to'sib qo'ydi. Ikki onasini Cho'ngxonish Eson Davlat xinim, o'z onasi Kichikxonish Shohbegim, aka va ochi singillarga ayrim maktub yozib, sovg'a salomlarni avatib tasalli berdi. Dadasining o'lim patisiga bora olmaganligi uchun afsus so'radi. Dadasining o'rniga xonlik taxtiga varislik qilgan akasi Sulton Mahmud Xonni qutlaqladi va uningga bo'lgan sadoqatini izhor qildi. Tasarrufiga bostirib kirgan Mo'g'ullarni jazolab, el yurtni xotirjam qilgandan keyin salomga borganligini bildirdi. Shu topda Sulton Ahmad Xonning yodidan dadasi Toshkentga ketgandan keyin yuz bergan bir talay ishlar bir-birlab ketishga boshladi. Sulton Yunusxon Toshkentga ketgandan keyin Orlat va qoluvchi qavmidan bo'lgan bir qism peshqadam amirlar yosh xonzodani ko'zga ilmay, hukumat ishlarini o'zbeshinchilik bilan bartaraf qilishga kirishgan edi. Albatta ularning yo'lboshchisi Qori divon amiri Mirza Ali Jo'ras edi. U ordining cho'ng-kichik ishlarining hammasini o'zi bilgancha bir taraf qiladi. Bir ishni qilib bo'lib, ondan Sulton Ahmad Xonni vaqiflantiradi. Sulton Ahmad Xon uning bu ishidan norozi bo'lsa, peshqadam amirning yuz xotirasini qilib, bir nima deyishga oldirmadi. Ammo uning yo'l qo'yganini Mirza Ali Jo'ras faqatla bilmadi. Balkim borgan siri hadidan eshishga boshladi. Bara-bara o'zining o'rtada qo'rchoq xon bo'lib qolganligini his qilgan Sulton Ahmad Xon Mirza Ali Jo'rasning huquqini cheklab, o'zining ta'sir doirasini kengaytirish qaroriga keldi-da, ishonchli sarkardasi Lashkariy divonning amri Sut Amgan Bahodirni maxfiy kengashga chaqirdi. "Opasizlarni qadrlasang, ko'p o'tmay seni dard alamda qo'yar" deydi aqlli. Dedi Sut Amgan Bahodir Sulton Ahmad Xonning qursoq ko'pikini anglagandan keyin eg'iz ichib. Asli Mirza Ali Jo'ras oliylarining xonlik martabasiga rioya qilib, o'zini so'rishi, Qori divonning amirlik martabasiga shukr qanoat qilish kerak edi. Ilmi ko'p sukut qildilar. Amdilikda o'rdadagi bu boshpastaqlikqa chek qo'yish niyatiga kelganlari to'limi obdan bo'pti.
yana sukut qilaversa, saltanat ishlari izidan chiqishi, cho'ng qalaymaqonchilik yuz berishi mumkin. Elimi o'rda ishchi sirtida xon ishki bo'lib qoldi deydigan fitnalar. Gerçi bu ishlardan oliylarni xeyli baldirli ogohlantirishni o'ylagan bo'lsam-mu, kaminlarni chiqim chikan deb fazilatimdan gumonlanib qilishlardan voyim gap oldirab eg'iz chiqib petinolmagan edim. Amir janoblarning sadoqatidan azaldan gumonlangan emasman, dedi Sultan Ahmadxon memnunlik bilan. Marhum Jannat Makonxon otam Toshkentga menish oldida janoblarni lashkariy divanning amirligiga tayinlashidimi, sul sadoqatlarini ko'zda tutganligidan xabarim bor. Ordadagi bosh-boshliqlarni tuzab, ishlarni izg'i selvilishim uchun maslahat, tadbirlarni oyimg'ayla. Pasibanim uchun bu arzimas jenim tasadduq bo'g'ay, dedi sut emgan Bahodir das o'rnidan turib. Oliylar bu ishga niyat bog'lagan ekan, darhol harakatga kelgaylar. Maslahatim shulki, Ogal ordadagi Mirzali Jo'rasining yaqinlarining mansab martabasini tuvallitishlari, ularni saltanat ishlaridan chetlashtirmakliklari zarurdir. Qat'iy niyatga kelgan Sultan Ahmadxon Mirzali Jo'ras bilan ziyoda yaqinchiligi bor bir qancha amirlarning mansabini tuvallatdi. Mirzali Jo'ras bosh-boshliqlik bilan mansabga tayinlagan yoki mansabini o'stirgan amirlarning mansabini elib tashladi va o'rdadan qo'g'lab chiqardi. Sultan Ahmadxonning tuyuqsiz jakorlagan bu farmoni bilan cho'ng-kichik amirlarning demi ichiga tushib ketdi. O'zini osmondan yerga tushib ketgandek his qilib, chiroyi tatirib ketgan Mirzali Jo'ras bo'lsa, dardini ichiga yutib, lom-jim demadi. Ammo ertasidan boshlab betob bo'lib qolganligini bahona qilib, o'rdaga chiqmay qo'ydi. Sultan Ahmadxon buninglik bilan bo'ldi qilmadi. Har qaysi divan mahkamalarining hisobotini qaytadan tekshirib, xiyonat qilgan, pora olganlarni qattiq jazoladi. Mirzali Jo'rasining qutratquligi bilan betob bo'lib qolganligini bahona qilib, o'rdaga chiqqili olmagan amirlarning hammasini mansabdan qoldirdi. Albatta, Mirzali Jo'rasmi bu balo qazodan qutulolmadi. Sultan Ahmadxonning o'rda ishlarini bir yoqlik qilishga madori yetmay, oldimga yolvorib keladi deb xomxiyol qilib o'tirgan Mirzali Jo'ras mansabdan qoldirilganlik farmonini anglab qattiq g'azablandi. O'rdadagi yaqinlarini saltanat ishlaridan chetlashtirganini ozdab, o'zini mansabdan qoldirishi uning Sultan Ahmadxonga bo'lgan o'chmanlikni qo'zg'ab qo'ygan edi. Lekin lashkariy divanning amri sarkati sut emgan Bahodir Sultan Ahmadxonni qo'llab turg'ashqa uch-qashqari qarshi chiqishga petinolmadi. Jazoga tegishliklarini jazolab, ishonchli, iqtidorli, sadoqatli amirlarni mansabga tayinlab, hukmdorlarga xos surhaysini rosa bir ko'rsatib, o'rdadagi nupuzni tiklab olgan Sultan Ahmadxon saltanat ishlarini bir qur izg'i selib olgandan keyin ko'ngli xeyli orom tepib qolgan edi. Shuningdek, u sut emgan Bahodir bilan birga Turpan shahrining sirtidagi shikargohlarga chiqib, pat-pat o'g'lab keladi. Shu kunlarda u Mirzali Jo'ras boshliq mansabdan qoldirilgan amirlarning xufiyani berish kelish qilishib, allaqanday bir suiqasdlarni planlayotganini xiyoliga keltirmaydi. Bu qitim Lamjin tarafga shikorga chiqqan Sultan Ahmadxonga yilpiz o'g'lash havasi tushib qolgan edi. Lamjin Pichan nahiyasi tavasida debdi izohatda. Tajribali qushchi izchilo bilan uda 3 kecha uxlamay izlab, oran tasti bir tishi yilpiz o'g'liyoladi. Biroq bu o'g'animatiga ancha rozi bo'lmadi. Chunki o'g'i chiqishdan avval hech bo'lmaganda erkak yilpizdan 2ni o'g'lashni ko'ngliga pukkan edi. O'rdadan uzoq vaqt ayrilib ketsalar yaxshi emas oliylar, dedi sut emgan Bahodir Sultan Ahmadxonni shaharga qaytishga undab. Hozircha o'rdaga qaytib turaylik. Bir mezgil o'tkazib yana shikor qilarmiz. Hamimcha Lamjin taraflarga qaraganda Oyg'ir buloq tog'larida yilpiz ko'p uchraydi. Erkak yilpizni shu tarafdan ovlarmiz. Zerikkan bo'lsalar o'zlar qaytib tursinlar, dedi Sultan Ahmadxon johillik bilan. Boy izchilarning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, ular yangidan erkak yilpizning izini bayqagandek qiladi.
Bugün akşam çoqum ovlayalaymiz. Sultan Ahmadxonning Lamjinga kelganiga 2 hafta bo'lay deb qolgan edi. Yilpiz ovlash havasi kuchayib ketgachkimi, kunda ovlab turgan böken orqarlarga ancha rozi emas edi. Izchilar kunduzlari izlab ov doirasini belgilaydi. Odam ko'p bo'lsa, yilpizni urkitib qo'yib, o'lmoq tasga to'xtaydi deb o'ylagan Sultan Ahmadxon bugun agashtirib chiqqan 500 nökeridan 50 nökerini elib chedirni Oqto'nga yo'tkigan edi. Uni turponga qaytishga ko'ndiramagan sut emgan Bahodirmi ilojisiz xonga ergishib Oqto'nga kelishga majbur bo'lgan edi. Oliylari necha kundan beri uyqudan bidor qilib, ko'p charchab ketdilar, dedi Qushbegi. Bugun burniroq yetib aram olg'ayla. Tun nisbidan oshqanda ondan harakatlanayli. Alloh xolisa bugun kecha erkak yilpiz ovlash nasib bo'lib qolur. Yilpiz kechada harakat qildigan bo'g'ashqa Sulton Ahmadxon necha kundan beri tuzuk uxlamagan edi. Shunga Qushbegining taklifini to'g'ri topdi. Shundoq qilayli, dedi u. Tun qatorlardan boshqa nökarlarmi uxlab olsin. Gerçi kuz fasli bo'lsa-mu, kechining sovuqi jondan o'tadi. Chedirning ichiga o'tni bo'ldi degich qolib, qilin yepinib yotgan nökarlar necha kundan beri uyqusiz qolg'achqimi, yetibla qattiq uyquga ketgan edi. Sulton Ahmadxonning chedir atrofida kuzatib turayotgan tun qatorlarmi Gulxonni cho'rdab o'ltirib, avval oqshomdala mo'gdashga tushgan edi. Ular bir to'p qora ko'langilarning shap chiqarmay mong'inicha Sulton Ahmadxonning chedirga yaqinlashayotganini faqatla sezmadi. Qora ko'langilar xonning chedirga to'solg'usiz yaqinlashdi. Bir-biri bilan imo ishorat qilishgandan keyin chedirning ichiga kirdi. Chedirning ichi yelinjab turgan cho'g'ning yo'riqida g'uva yo'rib turardi. Izohatlarni o'qib o'tay. Oqto'ng Pichan nahiyasi tavasida. Qushbegi shikorga mas'ul beg, ovchilarni boshqurdi. Tun qatorlar kechilik muhofizatchilar debdi izohatda. Sulton Ahmadxon g'arq uyquga ketgan edi. Bayga tarafdagi gelamda 4 nökar o'ng ta'tir yetishqunicha pushildab uxlayotdi. Chedirga kirgan qora ko'langilar Sulton Ahmadxonni nishonga ilib, asta qadam bosdi. Tuyuqsiz biri mis Abduga putlashib ketdi. Abduning yanida dastlaglik 4 dona kumush piyola bor edi. Abduga dal kumush piyola tarafga yiqildi-da, uningdan chiqqan jarangdigan ovoz chedirning jimjitligini buzib etdi. Shu hamon Sulton Ahmadxon bilan 4 nökar cho'chib uyg'onib ketdi. Uningcha heliqi qora ko'langilar 2 nökarni qilishlab ulgurdi. Bu chog'da Sulton Ahmadxon qo'liga qilichini elib bo'lgan edi. Chedirning ichida bir maydon hayot mamatlik jang boshlanib ketdi. Xon chedirdan olingan shaba sirtkilarni uyg'otib etgan edi. Hujumga uchirganligini sezgan tun qatorlar qo'llaridagi tabilvozni chelib, boshqa chedirdikilarni uyg'otdi. Hujum qilib kelgan qora ko'langilar 100 dan oshadi. Ular imkon bor Sulton Ahmadxonning chedirini nishonlab hujum qilib atdi. "Men bilan ko'ringlar bo'lmasin, xon oliylarini qo'g'danglar." Ustamgan Bahodir atrofidagi nökarlarga buyruq bergach, qora ko'langilarga zarb bilan qilich chapatdi. Shu topda u yovning 10 necha odamning orasida qolgan edi. Tuyuqsiz dolisiga tekkan qilich zarbasidan Sutamgan Bahodir daldiginib ketdi. Qaddini ruslab bo'lguncha yana bir qilich dal bo'yniga zarb bilan urildi. Dahshatli jang bir cho'gin choy qaynamichilik davom qildi. Sulton Ahmadxon bilan nökarlarga tankilanmagan dushmanlarning hayot qolganlari jinini elib qochganicha tun qo'ynida g'oyib bo'ldi. Sutamgan Bahodirning qazo qilganligidan xabar topgan Sulton Ahmadxonning qochqonlarni qo'g'lashga ro'yi bormadi. "Ayta, kimning farmoni bilan kelishding? Otamoning kim?" Ig'ir yorlangan asir Sulton Ahmadxonning dahshat yig'ib turgan ko'zlariga qarashga jur'at qila olmay, dir-dir titraydi. Yori ig'izdan qon ko'p eqib ketganligi uchun mag'dursizlanib og'zi gapga kelmaydi.
Bir qo'sh qinimdan kessilar oliylari. Javob ber, mal'un. Seni kim avatdi? Mirzali Jo'ras. Asir gepining oyig'ini deyishga ulgurolmay jon uzdi. Sulton Ahmadxonga mushunchalik javobning o'zi kifoya edi. Mirzali Jo'ras. Aslida meni o'sha qiyri to'ng'iz qashlagan-kanda o'ylamaganman. Marhum Sutamgan Bahodir bir necha qitim ehtiyot qilishimni eskartgan bo'lsa-mu, parvo qilmoqdiman emasmi? Uning bir shumliqni ko'ngli to'yib, 2 kundan beri o'rdaga qaytishni tavsiya qilgan-kanda. Hamda darhol o'rdaga qaytay. Xap. Mirzali Jo'ras, har qancha norozi bo'lsam-mu bunchalik suiqasd qilmasliging kerak edi. O'zingga qildi. To'rtinglar qilib marhum Sutamgan Bahodirning meyitini ep shaharga kiringlar. Qog'onlaringlar men bilan yuringlar. Chedir bargohlar bilan koringlar bo'lmasin. Sulton Ahmadxon to'qib tayyorlangan etiga minib turponga qarab ushqandek yurib ketdi. Avatgan kolla kesarlarining xush xabarini kutib o'tirgan Mirzali Jo'ras oldida tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan Sulton Ahmadxonni ko'rib tomdek tatirib ketdi. Lavlari titrab, zuvoni gapga kelmadi. Butun a'zoyini qor ter bosdi. Put-qo'lida jon qolmadi. Oldilariga tirik kelishimni o'ylamagan bo'lg'iydilar, janobi Amir. Dedi u Mirzali Jo'rasga nashtardek tikilib. Afsus. Kollamni kesib kelishga avatgan qotillari o'zining kollasidan ayrilib qoldi. Mirzali Jo'ras paloqqa yiqilib yer qasidi. Ozmos Alloh, bir qo'sh qinimdan kashkaylar oliylari. Sulton Ahmadxon tishlarini g'uchirlatganicha javob berdi. Bir qo'shiq qonlardan kashsam, marhum sarkarda Sutamgan Bahodirning qisosini kimdan olaman? Mirzali Jo'rasdan qayta zuvon chiqmadi. Kelinglar, dedi Sulton Ahmadxon navkarlarga qarab. Mono osimal uni par qilib tashlanglar. Jaddi jamoati tirik qolmasin. Sulton Ahmadxon farmonni tushirib bo'lib, Mirzali Jo'ras qasridan yenib chiqdi. Shu hamon qasrdan anglangan qiyochiya ovozlari butkul Turpan shahriga anglandi. Sulton Ahmadxon bu qitimliq suiqasdga qatnashgan barliq amirlarni jaddi jamoati bilan qo'shib qirib tashladi. Mushu voqeadan keyin uning mutlaq nufuzi tiklanib, hech kim uning bilan qarshilashishga petinolmadi. 2-yili Oratörik Boriskul taraflarga besib kirgan Mo'ng'ullarning parokandachilik haqida ma'lumot kelishga boshladi. U Mo'ng'ullarga qarshi jazo yurish qilishga oldirab ketmadi. Tavallikdagi yurtlarning amirbaglariga farmon avatib, lashkar, oziq-tulik, ot-uloq, qurol-yarog' tayyorlashga kirishdi. Mana mush ishlar bilan 1 yil tezli o'tib ketdi. Puxta tayyorlik ko'rgan Sulton Ahmadxon sarkarda lashkarlarini boshlab, avval Boriskul tavasiga besib kirgan Mo'ng'ullarga jazo yurish qildi. U Mo'ng'ullarni chegaradan qo'g'lab chiqarib etish bilan bo'ldi qilmadi. Mo'ng'ullar dalasida lashkarlarning ot tuyiqi tekkanligi ziminni rahimsizlarcha qonga bo'yidi. Dahshatli qirg'inchilikka uchirgan Mo'ng'ullar Sulton Ahmadxonga Olachaxon deb laqab qo'ydi. Olacha Mo'ng'ul tilida qotil degan ma'noda deb izohat. Mana bu yil Oratörik tavasini Mo'ng'ullardan tozalab, nusrat bilan qaytib atdi. Kun o'ltiray deb qolgan bo'lsa-mu, cho'llik texchilar issiq edi. Sulton Ahmadxon amdilikda ussizlikqa bardoshlik berolmay qolgan edi. Pat-pat lavlarini yalatdi. Tomg'oqlari butunlay qurib ketgan edi. Ko'z oldiga turpandagi sup-suzuk mustak qori suyi kelib elib, tashnaligini texmi oshirib yetdi. U yondashib kelayotgan navkar beshiga qaradi. Subamo, bor oliylari. Navkar beshi naqshlik chanashni qo'sh qo'llab uzatdi.
Sultan Ahmed Xan çanaşının ağzını içip, sudan 2 yutum içip toxtub aldı. Çanaşdaki sunun hammasini içib etsimi husuzluqqa qanmaydigandek qilardi. Isib ilman bo'lib qolgan suv onunğa tolımı lezzetli tetib ketgan edi. Başqa nökərləmi gelini nəmdə varsın, dedi o çanaşını nökər bişiği berib etib. Cennet makam pədərimnin yüzünü hamını görəlmədim. Əmdi Toshkentga berishga aldırmay. Gerçi tasarrufumdaki joylarni Moğollardan xalos qilgan bo'lsam-mu, Manglaysher vodisi Texchili Mirza Abubakir degan osiy munofiqning ilkida turmoqda. Öz vaqtida mərhum Xan atam Manglaysherni onun çangılıdan xalos qilishga ko'p qatim niyat qilgan bo'lsa-mu, Murat maqsadiga yetolmay to'limi hasrat chekkan edi. Manglaysherni ilkimga olmay turib, Toshkentga borganimning nima ahamiyati? Bu büyük maqsadni amalga oshirmay turib, Toshkentga borsam-mu, jannat makon otamning ruhi xush bo'lmasligi mumkin. Allah xolisa, kelar yili Manglaysherga lashkar tortib, nusrat qozongandan keyin ondan Toshkent safarini o'ylasharman. Shu chaqda xotin bolalarimni elib berib, xon onalarimga, xon akamga salom berarman. Rost, ular tex farzandlarim bilan didorlashib boqmadi. 3-xonzodam Said Xon tili chiqqandan beri Toshkentning bu mumlarining g'alvasini qilib kelyotdi. Ajoyib bir bola bo'ldi desa u. G'alati savollarni so'rab turib oladi tex. Cho'ng bo'z qandaqroq odam bo'lar ekan. Ish qilib, Tangri Taolo umrini bergay. Shu topda vujudi ishonchga to'lgan Sultan Ahmed Xonning vujudini farzand ishqi cho'lg'ib olgan edi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat, xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.